Arkadaşlar bugün 23 iyunni mana 2026 yil. Her narsa emas lekin mutniga kelyapmiz. Farruxjon salom aytib qo'ying. Assalomu alaykum, vaqtli guruhga. Ustoz bilan ovga chiqdik bugun. Farruxjonni ko'rmaganimga ancha bo'ldi, sog'inib ketibmiz bir-birimizni. Xudo xolasa rezultatlarni ko'rasizlar, nasib bo'lsa rizq Allohdan. Anaqa joylarga izlab kelyapmiz mana. Gaday topqoch joylarda yuribmiz. Hech ham kelmagan joylarga kelib mana manzara. Qo'y qo'zilar. Mana o'to'larlar. Mana. Voh. Mana manzara. Biz joyga yetib keldik. Voh. Ana Mutnining tepasi. Mana qo'shilgan joyini ko'ryapsizlarmi? Hech kim topolmagan joylar topib olamiz mana shunaqa. Voh, hozir joylashamiz. Menimcha narxlarga ketamiz ko'ramiz nasib bo'lsa. Xudogilarga omad. Assalomu alaykum. Arkadaşlar, bugün mana Mutniga ovga chiqdik. Priko'nikani yana bir ko'rsatib o'tamiz. Miyot. İkimiz ikkita tayyorlasak yetadi, Farruxjon? Yetadi, ha. 2 soat o'tiramiz-da. Xudo xolasa yetadi. 2 soatda qiramiz, kutib Xudo xolasa. Zafar bilan boylar работает-da. Xudo beraman desa hech gap bor. Mana shunday. Xo'sh. Biz hech narsa olib kelmayapmiz, bugun o'zini tayyorlaymiz. Bu suvga dam soldingizmi uyda? Ha. Turib olay, ha. O'zini tayyorlaymiz bugun. Doim bu xonga kukuruz qo'shib turdik-da. Ham sal barakaliroq bo'ladi. Yana ham yopishqoqligi yaxshi, yana ham bo'ladi. Bo'ldi, shu o'tirgan joyingizni suvga tayyorlash. Sho'r suv bo'lsa sho'r suv, chuchuk suv bo'lsa chuchuk suv. Mana shunaqa manzara. Davom qilamiz xudo xolasa. Ustozim bilan yaxshi niyat bilan keldik. Ustozim, yem Rizq Allohdan. Tayyor bo'ladi. Makkani qaynatib, bir kun oldin uyitib qo'yib, 8 soatlab qaynatib mana. O'shaning uchun qilingan bu. Darrov baliqqa borasiz. Keragini solasiz, mana. O'sha mana. Puling bo'lsa ovoragarchilik kam bo'ladi deysiz-da, ustoz. Yo'q, puli ham 20 ming, hozir shoptoli ham bermayapti. Mana. 2 minutda tayyor holatga mana karmishkaga shunday qo'yasiz-da mana. Bosib turib mana. Mana otaveraverasiz. Tayyor bo'ldi. Mana. Hozir mana shu bo'ylalardan o'zimiznikilardan sinab ko'ramiz, lekin hozirgi kunda ko'p joyda mononga uryapti. Kulpinoyni katta kichkinasiga. Juda ko'p joyda baliq ovchilarini eshityapmiz. Nimagadir qizil rangga kulpinoyga yaxshi uryapti. Buni sinab ko'ramiz ekan, o'zimiz xiyirroq ekan, patsagimiz ham yo'q. Bugun pateriya menimcha ko'p bo'ladi. Qiyin narsa maydan olish. Endi sal yo'lini qilamiz. Qani rezultatlar bo'lsa, tashlab boramiz, xudo xolasa. Xudogilarga omad. Charchamanglar guruhlar. Ikkitadan tuydik. Keyin bunisi mana qachon olib kelasiz men. Keyin yana bitta tuyasida qo'ylarni itarib turib tortsangiz mana halqacha paydo bo'lib qoldi. Mana yangi ovchilarimizga ko'rsatib o'tamiz. Mana endi bu mana kurchoyni orqa tomonidan o'tadi. Mana
Mana o'tdimi? Endi buni boylab qo'yamiz. Agarda bu tezda yo'qolib qolgan bo'lsa, yipi yo'q bo'lsa, значит siz yaxshi boylamagansiz. Mana. Yana ikkita tuyib turib, mana 2-3 marta ikkitadan tuyasiz, mana. Bir marta o'tdi, yana bir marta o'tdi. Mana qisib qo'yasiz. Lishni yipini kesib tashlaymiz. Mana kurchugimizni arqa tomoniga boylandi. Mana boylab oldik. Boylasi orqasida turibdi. Mana to'ldirib o'taverasiz. Bu nimaga? Mayda baliqqa chalg'ituvchi zarba bu. Mayda baliq bo'lmasa buni emib tashlaydi. Juda ko'p mayda baliq. Ular monon chuqlab turadi. Mana pastidagisini mana butur-butur qildim. Laqqa-paqqa urib qolishi ham mumkin. Mana bo'ylab turibdi yondi. Buni yeb ketgan taqdirda ham uni sizga 2 soat turib beradi suvda. Buni bari mayda yeb tashlaydi. Mana ketyapti. Чтобы shu bo'ylarni so'rib tashlamash kerak. Bo'ylarni shu katta baliq kelguncha asrab tursangiz bo'ldi. Mana priko'rimkamizni qo'yamiz. Mana. Bu priko'rimka ham sizga 50 minut turib beradi suvda. Mana shu yapalog'idan qo'ysangiz, mayda dumalamaydi. Turib beradi joyida. Oqqan tezroq joyda bo'lsa 120 grammlik gruzila. Mana bilan 150 bo'ldi menimcha. Og'irligi. Mana mutniga otishga tayyor montajimiz. Mana montaj tayyor. Otamiz qo'ng'iroqni ilib qo'yib kutib o'tiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigor. Sazanlaringdan bergin Parvardigor. Oh. Bunu ochmabman to'rimizni. Yo bismillahirrohmanirrohim. Oh, ana. Endi qo'ng'iroqni ilib qo'yib buni kutamiz endi baliqni kelishini. Tayyor bo'ldi. Pauza bo'lib qolibdi. Mana jangillatib yubordi shu. Mana sazan urdi. Nari qalmoqdan uryapti. Farruxjon. Endi ikkita qalmoq otdim xolos. Ana. Mana loy ekan. Şey qo'yib, uryapti. Maydaroq shekilli. Yeyapti, o'tirdi-yu. Yes, такая буква. Mayda ekan. Ya, belidan ilib chiqdi. O qarang. Ustasiga farqi yo'qda. Ana kulibninkani urdi. O qarang, belidan ilib chiqdi. Qoyil, mana shunaqasi ham bo'lib turadi mana. Voh. 4 ta qarmog'im bor. Ikkitasini tashab uspet qilmayapman. Ikkitani tashab qo'ydim, uni ham dangilatyapti, buni ham dangilatyapti. Mana qarang. Uspet qilmayapman men. He, jonivar bildan ilib chiqibdi. Ana kulibninkani yaxshi olyapti. Miyotni ham olyapti. Hozir keldik mana qarmog'imni tashadim. Naringa ham bitta urdi mana. Hali men endi bu qarmog'imni tashamoqchi edim. Mana ikkinchisi. U ham mayda chiqdi. Bu ham mayda chiqdi. Mana tashadim, uspet qilmayapman lekin. Ama mayda urdi. Ikkita sirasi pochim bo'ldi. Bularni tashlab yuboramiz. Kichkina 200 gram, 300 gram atrofida chiqyapti. Xudo xolasa kattasi ham urib qolar. Balalar qiziqishi bor lekin mana
Bunisi kulubninkiga urdi. Bunisi mana miyotga urdi. Mana miyot. Mana miyot. Og'zida turibdi. Hali mana tashlab uspet qilganman. Qarmoqlarni ochganim ham yo'q men. Turibdi. Ikkita tashladim, bittani chekiga otdim. Lekin mana shu yerda bitta sakradi katta. Amurmi? Uchun bunga kulubninga solgandim. Bunga ham sazan urdi-da. Ikkita qarmoq otdim xolos. Uspet qilmayapti. Endi mana qizildi. Endi nima qilyapti turdim, mashina otaman deb. Xudo xolasa rezultatlar bo'lsa tashlab boramiz, lekin uchirib yuboryapti, ammo mayda. Kattasi ham bo'lib qolar, xudo xolasa. Onqarang. Ha, jonivar. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Voydod. Ha, jonivar, akangman, akang. Sindirib olmaysanmi ya? Keldi. Nimadir keldi. Voy jigarlarim, ey. Tort jonivar. Hozir jangillatib yuboradi shuni. Apasni uryapti ama. Miyordi tochkada turibmiz ham aytib ey. Yamab ketadi. Narigini uryapti. Jang. To'xtab qoldi. Uchta qarmoq zo'rga tashladim. Uspet qilmayapti. Yana bitta qarmog'im bor edi. Mana. To'rinchisini tashlagani atmosfera zo'r. Bu yerda pavorot bor ekan, zo'r joyi bor ekan, o'tirib bo'lmaydi ekanda. Pastga tushib bo'lmayapti. Kattasi chiqib qolsa nima qilamiz? Patsak yo'q. Endi 100 gram, 200 gramlar aytdim, bunday qilsak tortib chiqib olyapti. Katta. Ana. Eski priko'rimkamiz qolib ketgan ekan men. Janob. Otib olamiz boqishga. Keyinlar. Mag'ara bo'lib ketadi bu. Manigacha chiqib keldi, priko'rimkaga. Mana qarang, baliq keldi menga. Bir qar joyga. Hani bir eski priko'rimkada bu. O'shani ham Volkomimizda xolodilnikda turadi. Onu uryapti. Ana. Jonivar. Ana. Yes. On qarang. Pazakas. Jonivar ilindi. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bu qarang. Bu ham maytdan yurib chiqdi. Ana. Bu ham mayda ekan lekin jonivar. Odamni ovora qilgani qoldi. Ana. Oppa ekan. Yegib olyapti, sho'x baliqlar vobshe.
Oo, bunun uryapti. Buni qarmoqqa keldi bu narsa. Oh. Kattarog'imikan. Bitta egdi lekin chotki. Shaq etkizib yubordi. Tortmay bitta tortdi-da uni. Mana shu yerga yumchachib qo'ydim. Mana shu yerga kirib keldi. Shalop etsa kiradi. Mana shu joyga keldi. Yarim kar joyga kirib keldi. Voh. Mana shu yerga kelyapti. Voh. Haligini uryapti, narigi. Shuni tikka turdim. Shalop etib ketdi. Mana uni qimirlatyapti. Uni uryapti. Loyni qarang. Botib qoldik loyga. Mana shuni uryapti. Tort canavar. Yugurib keldim, jim bo'lib qoldi. Chatga urdi lekin. Endi uni uryapti. Pianina bordi. Jim bo'lib qoldi. Lekin chatga keldi. Hurmatli yurtdoshlar, zo'r joyi ko'rinmay qoldi. Mana miyotda urdi. Mana qarang. Qoyil. Mana Mana. Ajoyib. Bu hishning emasmi bu? Qarang. Men telefonim 5 minut yozyapti-da. Video qilyapti, o'chib qolyapti. Pamet to'lganmi? Zo'r joy. Ha, janivar. 1 kilo bor. Ana Farruxjon video qilib qoldi chiqarishimni. Afsuski o'zim qila olmadim. Mana olib bo'lgandan keyin bo'lsa ham mana oldim mana. Shaqir qilyapti nima ekan? Uryapti mashina. Tort janivar. Uryapti. Mayli ekan.
Sazançık. Hemen. Cereng qilyapti. Mana montaj. Kurchukni orqasiga ilib qo'ygan. Mana, shunday turadi mana. Shuni uryapti. Nima? Nimaga? Turadi bizga ilindimi tamam bizni kurchuklar qaytib qo'yib yubormaydi. Ho. Turibdi уже mana. Kutatdi meni kelishimni. Tortib ko'raychi. O, ana. Qimillayapti. Kecha baliq o'ynatib yuboryapti. 5 kilolik ilinib qolsa nima bo'lardi? Hurmatli gulpadoshlar bitta 5 kilolik olibdi. Uni o'tirgan bolalar malyokka. Bizga ham urib qolar ha. Xudo xolasa. Nima bor-u bu? Mayda ekan. Ana. Miyotga uryapti. Ana, orqasiga baylab qo'ygan. Yipini ham kesmovdim, pichoqqa borgan yerdim. Bu qaraga. Kesishdi ham qizig'i yo'q ekanda ularga. Oh. Yana. Uryapti. To'xtatgan yo'q, faqat katta urmayapti. Eslatib o'tamiz, bugun 23-iyunni. Xo'sh, mutniydamiz. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu prikorimga optim narxda aloqaga chiqaverasizlar. Miyot klubninki. Xo'sh. Mana shu bo'ylar ham bor. Ishlashi juda ham yaxshi, sifatli. 100% javob. Avvalo xudo. Men nomerim 99-811-0477. Saqlanib qilib lichkamga yozsangiz ham bo'ladi. Bo'lmasa Ribalka S Zafar Brat deb Telegramga yozsangiz kirilcha. Grupamga o'tib olsangiz ham bo'ladi. Har kuni shunaqangi donka uslubi, poploshniy uslubi, zibroslarda qanday ilonbosh, sazan, sudak, xullas shunaqangi yangiliklarni ko'rib borasiz, xudo xolasa. Lekin bugun mana uryapti. Bugun katta papal bo'lmadi, mayda juda ham. Unaqa chiqyapti. Tushib ketibdi pastga, qani baliq ko'rinmayapti. Uni yotibdi sen. Pastga tushib ketdi. Mana bunaqalar chiqyapti. Paka. Bitta sudak urdim yotga. Ajoyib. Shunaqa gaplar hali. Katta bo'lgan yo'q. Xudo xolasa endi yana 1 soat o'tiramiz nasib bo'lsa. Shida valna qilib ketdi ana. Nima ekan u? Ashi meni gruzilamni oldida bo'lyapti valna. Shiga otgandim o'rtadan sal nariroqqa. Nimadir pusurga chiqardi. Qaytarib o'taman, telefon nomerim 99lik 811-0477. Sodiqda yotibdi, sal kattaroq chiqdi. Qochib qoldi. Igi borda. Loyni qarang. O'tirdi bunga.
Atıp yürüyeyim. Hadi canım, pazakas. Uda. Demang olgan. Kirpeye meze kısın diyeyim de. Hani? Hı. Oho. Oho. Nima ekan bu? Qani? Biraz ko'tar. Voy. Kat eriklashyapti. Ana. Kurpa, ko'rinyaptimi? Mana montaj. Mana orqasiga bo'ylaganman. Mayda kurchak ko'rdim uni, o'ta kichkina. Hozir olsam ko'rsataman, 12likmi, может. Ay, kurchugini ko'rsatay. Mana kurchuk. Kichkina kurchuk ko'rib qo'ydi. Piyanina qilib tashyapti. Uni uryapti ana. Ana uryapti. Erinyapman borgan. Jim bo'lib qoldi-yu. Bir siltab tortib ko'ravering-chi. Siltang. Uchini bir siltamadingiz. Bor ekan-a? Bormi? Ko'taring bo'ng. Hey. Ana, yurtdoshlar. Mana og'im ham kelmay qoldi, qarmoqda. Mana bo'yla turibdi uni o'zida. Turibdimi, yeb ketibdimi? Qani? Ha, mana bo'yla. Kuchi orqa tomoniga bo'ylaganmi? Mana qanday otyapmiz. Mayda baliq shu bandivelni yeb turadi. Mana priko'rmkamiz mana ozgina qoldi. 50 minut turib beradi mana priko'rmka. Ha, bu bo'yla 2 soat, 3 soat turib beradi mana. Rezultat mayda. Katta bugun cho'ta urmayapti. İki saatlik natija. Maydalari rosa ko'p bo'ldi. Mana mamni qilar. Ana o'tiramiz. Inib qopman. Oy. Xo'sh. Ko'rdim, o'tiramiz. Xo'sh, shuncha ikkita qoldi. Ana, o'lib qopti, bu ham o'lib qopti. Xo'sh, mana shu voqea bo'ldi. Ertaga poploshniy boshqa yoqqa boramiz. Xo'sh, hamma yo'g'imizni yig'ishtirdik. Mana ketishga tayyor. Sherik chiqib ketdi уже. O, tepaga. Kim bu yoqqa kelsa etik kiyib olish kerak ekan. Etik bo'lsa bo'ldi, qiynalmaysiz ekan bu. Mana oyog'ida ahvol. Ko'p qarmoq tortishga ham erinib qoldim. Shalab shulub qilib bare deb o'tiraverdim. Bugun shu yoqda oylarda bitta katta natija bo'libdi. Bizniki mana shu eng kattasi shu. Chiqsa 1 kilo chiqadi. Mana shu bo'ldi. 3 soatlik ov natijamiz o'z nihoyasiga yetdi. Ovdoglarga omad. Kimga joy kerak bo'lsa, пожалуйста, lokatsiya tashlab qo'yaman. Vahshiy kattalar chiqyapti turibdi. Mana yurtdoshlar qo'shilishda turibmiz. Mana amaki ham uni ushyapti. Sadogida. Mana. Biz hali bekilamiz dedik. Mutni. Mana.
Mana. Amaki bizni grupamizda bor ekan. Bizni grupamizda bor-a? Siz. Amaki? Ha, bor ekan grupamizda mana. Amaki ham ushlabdi-yu, lekin u uncha katta emas, lekin uni. Mana mutni. Amakim betiga bitir qo'yasiz. Ommaga taqakan. Ha, udagilarga omad. Joy zo'r ekan-a? Zo'r ekan. Nachubka qilib o'tiradigan joy ekanda mana, Ashdan kirib kelasiz. Gap yo'q. Udagilarga omad. Kelaveringlar mana. Ana, kelaveringlar. Bemalol. Lokatsiyani ham tashib beraman. Bekitish yo'q. Ana. Odamlar bekitib rasmga olar ekan. Rizq Allohdan. Rizq Allohdan. Ha, Sababchisini qilib qo'ysa bo'ldi. shunaqa. Bekitishi nima keragi bor? Bir kun zo'r bo'lgan joyda ertasi kuni boramiz, chiqmay qoladi. Shunaqa, xuddi shu. Ana kecha esa zo'r. Ana, kecha zo'r bo'lgan ekan bu yerda. 5 kiloligini ham chiqarish. 2 kilolik, 1 kilolik. 2 kilolik. Oyat, mana kesam ketishyapti. Ha. 5 kilolik olibdi kecha. Bugun qolsangiz uradi xudo xolasa saharlab.